Buni albatta eshitish kerak. Bu hammaga dars bo'lishi kerak. Sabab bemorimiz Xorazmdan 65 yosh mart oyida shu qon ketish sababli bemorimiz o'zini tekshirtirganda to'g'ri ichak saratoni aniqlangan. Undan tashqari og'riq hamda kuniga 10-12 martalab tualetga borish kuzatilgan. Bemorimizga protokol asosida 2 marta kimyoterapiya o'tkazilgan va bemorda ichki elishi to'liq tiklanib, qon ketish to'xtagan hamda og'riqlar butunlay ketganligi uchun bemor shunchaki boshqa onkolog huzuriga kelmagan. Yaxshi bo'ldi, sog'aydim deb. Oradan 6 oy o'tdi. Hozir qo'pol qaytganda yana bizga murojaat qildi. Sabab o'sha o'sma o'sishda davom etdi. Hozir to'g'ri ichak to'liq o'smaga qoplanganligi sababli hamda bemor kuniga 15-20 marta hojatga chiqadi. Bemorimizga endi protokol asosida ximiya nur plan qilinyapti. Lekin bemorimizda hozirda yo'g'on ichak tutilish belgilari bo'lganligi sababli birinchi etap bilan shu zamonaviy laparoskopik usulda sigmostoma chiqarish, ya'ni ichakni yonboshga chiqarish amaliyoti bajarildi.